Navbatdagi savol. Ovsinim bilan bir uyda yashayman. Bir necha marta qayin ukamga ko'rinib qoldim. Qaynonam ham, erim ham bitta uyda yashashimizni xohlaydilar. Boshqa uyga ko'chishni talab qilishim joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Endi talab qilishingiz joiz, lekin bu imkoniyatga qarab bo'ladi-da. Bu boshqa joyda yashashni ham o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshisi sabr qiling deb aytaman men. Sabr qiling, inshaalloh vaqt soati kelganda baribir o'zini o'rniga tushib ketadi. Ko'rinib qolgan bo'lsangiz, endi Alloh kechirsin, bu zohir bo'lib qolgani, siz ixtiyoringiz bilan bo'lmaganligi uchun gunohkor bo'lmaysiz. Lekin imkon qadar o'sha rioya qiling. Imkon qadar qo'lingizdan kelgancha. Alloh taolo aytgani kabi fattaqulloha mastatotum. Qo'llaringizdan kelgancha taqvo qilinglar degan. Qo'lingizdan kelgancha siz harakatni qilavering. Alloh taolo o'zi imkoniyatlarni hammasini ko'rib turibdi. Eringiz ham agar imkoniyati bo'lsa, unaqangi holatda baribir qo'yib qo'ymaydi. Imkoniyati bo'lsa albatta chiqadi. Bu imkoniyatdan kelib chiqib qilinadigan narsa. Inson tabiatida bor bo'lgan narsa. Inson o'zi boyib qolsa, boyligi bo'lsa albatta bir yaxshiroq hayotga intiladi hamma ham. Imkoniyati yo'q bo'lgandan keyin bitta joyda yashaysiz. Siz yana uni ustiga yana bosim qilaversangiz, eringizga ozor berib qo'yishingiz ham mumkin. Ya'ni bilmadim imkoniyat qanaqa ulardi. Agar imkoniyati bo'lib turgan bo'lsa, albatta eringizga muomala bilan tushuntirsangiz, ya'ni bo'ladi. Xotin kishi erda o'sha jilovini, uni gap yurg'izishni bilish kerak. Ya'ni muomala bilan, farosat bilan tushuntirib aytsa, albatta har bir narsani imkonini topsa bo'ladi, vallohu alam. Bo'lmasa sabr qiling.